Bu obzorimizda bizni Faberlic'ni Too Glam Too Shine degan lip gloss nimasi pomadalari, blesk pomada bu. Mana ranglari hozir mana 418-33 nimasi artikuli. Hozir mana ochib ko'rsataman. Mana shunaqa qadoqda keladi. Mana shunaqa nimasini snimat qilinadi. Zashitasini. Mana shunaqa qilib snimat qilinadi zashitkasi. Mana rangi mana shunaqa bo'ladi. Hozir qo'yib testировать qilaman. Mana swatch. Mana qo'limga qo'ydim. Blesklari zo'r. Prilipat qilmayapti. Blesk yaxshi mana. Stoyki, ancha pigmentированный. Judayam zo'r turadi labda. Mana yaltiroqlari bilan. Mana. Judayam zo'r, hamyonbop bu. Ko'pga yetadi. Mana shunaqa qadoqlarda keladi. Mana bu yerda instruksiyasi ham bor. Bunaqa nimasini ochib ko'rsam, mana bu yerda bunaqa ichida yozilgani bo'ladi. Instruksiyasi. Mana. Bunaqa yozilgan bo'ladi. Datasi, срок годностьлari chiqqan. Блеск для губ mana yozilgan Faberlic kompaniya, Rossiya mana sostavlari. Ochilgandan so'ng 12 oy срок годности mana ochilgandan so'ng ishlatilishi kerak. Mana. Original produksiya.